Assalomu alaykum. Bugungi video rolikimizda to'ylarda tayyorlanadigan lo'li kabob sirini ochaman. Ushbu videoni katta ko'pchilik so'ragan edi. O'zingiz ko'rib bahosini bilaverasizlar. Ovqat uchun mol go'shtini bo'yin qismi, oldingi qo'l qismi asosan ishlatiladi. To'g'ralgan go'shtimizni bu sonada 2 soat dongdirib olamiz. Kartoshkani tozalab, kartoshka pyuresi uchun gaza qo'yib beramiz. Mol go'shtimiz yaxshilab dongandan keyin chesnok, piyoz, ozgina buxanka, duz, shashishni priprava berib, misolobkani mayda ko'zida 2 marta yaxshilab chiqarib olamiz. Ovqatni hamma reseptdan opsiyadan olishingiz mumkin bo'lib, opsiyani yozib qo'yaman. Tayyor bo'lgan ijamizni bir dona tuxum berib yaxshilab ishlaymiz. 60-70 gram atrofida shunday videoda ko'rsatilganini tashlab olamiz. Endi eng qiziq joyiga keldik. Lo'li kabobimizni yaxshilab unlab, shu videoda ko'rsatilgan shaklda shakl berish kerak bo'ladi. Lo'li kabobni ko'rish uchun bizga yaqindan voqea oyoqlar yordam beradi. Sifatli ham, hidsiz, mazali yoq. Kotletlarni qizartirib, qattiq qovurib olamiz. Kotletlarimiz qovurilib bo'lgandan keyin qozonni chiroyli qilib taxlab olamizdan izidan sosini o'tib olamiz. Sosini tomatli pasta, qaymoq, duz, ozgina suv kerak bo'ladi. Suv iltiramizdan qozonga solib, botishtirib yarim soat 2 minut dimlashib qo'yamiz. Burada kartoshka pyure ham tayyor bo'lgan ekan, kartoshka pyureni yenchib olamiz. Kartoshka pyuremizga ozgina saryog' bilan qaymoq kerak bo'ladi. Agar kimning uyida yenchadon bo'lmasa, isolobkada chiqarsa ham bo'ladi. Shu bilan ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Video yoqqanmasa like bosib qo'yasizlar.